Assalomu alaykum bizda YouTube kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugun Farg'onada bizning ikkinchi rubrikamiz, ikkinchi kunimiz. Hozirgi o'tgan ketganlarni olamiz modelga. O'sha o'tgan safar o'tganimda bizda bugun hamkorimiz Richmens klub hozir borib kimdir soglasitsiya qilib qolsa, o'tgan safar bittada xo'p deydi. Endi bugun ko'ramiz. Bugun yomg'irli havo, kimdir xo'p dedi, kimdir yo'q dedi. Hozir bolalardan so'rab ko'ramiz. Kim agar bo'pti desa borib strishka qilamiz. Обучающий strishka videoni oxirigacha ko'ringlar. Boshlang'ich barberlarga 5-6 yillik optlari borlarga ham baribir по-любому foydali bo'ladi. Pognali. Endi xohlayapmiz, необычный soch bo'lsin-da. Bunaqa обычный bunaqa klassika потоковый ish bo'lmasin. Shuning uchun ozgina bizga kutishimiz to'g'ri keladi. O'tiringlar, farqi yo'q. Endi shunaqa kutganingda odam ham kelmaydi. Go'jimroq joyga boraylikmi, odam ko'proq joyga? Ha? Mana yerda bolalar kelyapti-yu. Bu o'tirganlar bo'pti demaydi. Yur, uni o'tirganlardan so'raymiz. Sen meni olib ketaverasan shunday qilib. Hozir borib so'raylikchi. Akalar, assalomu alaykum. Sizlar 1 minutga mumkinmi? Aka, savollaringiz charchamay tuzimizlar, qilasizlar. O'tiringlar. Biz YouTube'ga video qilyapmiz-da. Biz o'zimiz sartaroshmiz. Men o'zim sartaroshman. Shu 10 yil Moskvada ishlab kelganman. Kачествоga javob. Agar yo'q demasalaring, sochlaringni olsak. Meta Richmens klub degan barber shopimiz bor. Chotki qilib, moshina qilib olib qo'yamiz, o'zlaringga yarashadigan qilib. Hozirga. Vaqt o'qishimiz bo'lsa ham bo'ladi. Ha, uchalaring ham o'qishga borasizlar. Mening. Ladna. Bo'ldi aka, rahmat. Ha, bo'pti. Bir Timur Rahimjonov deb yozsa, endi shunaqa atkazlar bo'ladi, bu normal holat. Yengil shamol deb qabul qilamiz buni. Ana kanam. Bu aka kecha yo'q degan edi. To'xtab turamiz endi kimdir kelsa. Bu bolalar shapka kepka kiyib olibdi bularni. Mana akalar ushamiz endi hozir. Akalar qochmanglar 1 minutga, ey. Aka, 1 minutga. Yo, atkaz. Kutamiz. Shu 3 ta kelyapti. Shu 3 kishini ushayman endi hozir. Nimalar odamlar bezor qilmaguncha qo'ymaymiz. Asha. Akalar 1 minutga mumkinmi sizlarda? Aka, assalomu alaykum. Vaqtlaring bormi? Aka, assalomu alaykum. Biz o'zimiz barbermizda 10 yillik staj bor. Moskvada ishlab kelganmiz. Agar vaqtlaring bo'lsa, sochlaringni olamiz. Bu yerda Richmens klub degan barber shopimiz bor. Chotki qilib olib qo'yamiz. Agar daveriya qilsalaring. Hozir hozirgi mumkin emas-a? Bo'ldi, uzr bo'lmasa. Xo'p, rahmat. Xo'p. Bugun chota og'ir bo'ladiganga o'xshaydi. Chunki podrat ham atkaz qilyapti. Bu aka chota kasalo, buni olmaymiz u. Gripga o'xshaydi aka. Umid qilamiz, yaxshi yozilyapti, chunki ko'cha shovqin. Ovozim yaxshi yozilyapti deb o'ylayman. Kutamiz. Endi hammaga ham boravermaymiz, shu необычный soch kelsa boramiz-da. Tikisib turamiz endi. Ha, bo'ladi. Bu ayoli bilan ekanda aka. Bu ayoli bilan ekan, baribir biz 1 soat, 1,5 soat olsak ayoli kutib turmaydi-da. Bu akaning ishi bor, точно. Diplomatik, bu aka yo'q deydi baribir. Kiyinishlardan уже сразу atkaz bo'ladi. Bu aka mumkinmi 1 minutga? Vaqtingiz bormi? Assalomu alaykum aka. Biz barbermiz, 10 yillik staj bor, Moskvada ishlab kelingan. Agar vaqtingiz bo'lsa, sochingizni olar edik. Agar daveriya qilsangiz. Pulmi olaylik? Besplatniy bo'ladi. Aniq besplatniy bo'ladi. Hozir bolalar atkaz qildi, lekin необычный bir narsa qilamiz-da. Qanday misol? Bir qanaqa yonlarini oqartirib, bir chiroyli bir qanaqadir formatda. Shu kardinalni o'zgartiramiz. Soch bitta ko'rsam bo'ladimi? Soch to'kilganmi tey? Yo'q. Sochi siyrayroq-a lekin. Bir kropmi, bir oldiga tarafmi, bir narsa, bir необычный narsa qilamiz. Bir teksturalari bor, tikka bo'lib turgan. Unaqaga ruxsat yo'q. Shu oddiy qilib olgizishingiz kerak. Oddiy, endi stilni desalaring. Stilni qanday bitta ko'rsating, siz stilni qanday deb tushunasiz? Bunday klassika sizga? Yo'q. Bitta futbolchiniki bor, shuniki yo'q. Bitta ko'rsatingchi.
Ha, mashinikiga o'xshash. Ну tipi oldiga-ku bu ham. Ha, bitta ko'rsataylik. Ko'rinyaptimi? Da. Bu ham mana shu kropda. Yonlari metlari sal-sal olingan, bakiz olingan, tepasi xat ichina bo'lib turibdi, besporядка bo'lib turibdi. Shunaqa olamiz lekin. Besporядка, sen tekis bo'lib turgan yaxshi. Biz shunaqa qilib turib, olib turib, videoga olib turib, ko'rsatib berib turib o'quvchilarimizga keyin tekis qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Masalan, endi bu ukladka-ku, masalan, mana shu ukladka-da endi bu. Shunga ruxsat. Shunaqa qilib ukladka qilamiz chiroyli qilib, keyin prosta yuvib tekislab qo'yamiz. Bo'ldi, ketdik, go. Lekin bir so'm pul bermayman, aytib qo'yay oldindan. Yo'q, plyus kerak emas, operator oldinga. Siz o'tavering. Biz ozgina yuramiz. Bir nima deydi? Bir 500 metr. Richmens klubni bilasizmi? Shunaqa barber shop bor. Ishxona tagida-ku. Siz o'sha ishlaysiz? Turli dispetchni bilasizmi? Ha, o'sha yerda. Ha, bo'ldi. Nima, siz Hadiyatullohni oldiga olib ketyapman-da sizni. Qarang, siz nima ish qilasiz bu yerda endi? O'sha yerda nima? Logistikada ishlaysiz. Ismingiz nima? Omadbek. Omadbek, nechinchi yilsiz? 2006. Zo'r. Sizda oldin kim olgan sochni? Hadiyatulloh olganmi? Yo'q. Ha. Bizni boshlig'imiz aytdi, shu hamkorlikdamiz. Ha. Bizga ham hamkorlik qilyapti-da, Richmens klub barber shopi bizga ham hamkorlik qilyapti. Biz o'zimiz Oltiariq Rishton tomondanmiz. Endi bizga yordam berishyapti shu yerda kontent qilishimiz uchun YouTube'ga. Bizning asosiy maqsadimiz nima deydi? Обучающий klientlar uchun emas, klientlar uchun video emas, o'quvchilar, shu yangi bo'lajak barberlar yoki shu barberlik sohasidagi bolalar uchun kontent. Operator qalay chiqyapti? Chotkimi? Bo'ldi. Xullas shu. Hozir kiramiz. 1 soat, 1,5 soat vaqtingiz bor. Endi shu maksimum 1 soat olib bo'lamiz. Endi syomka qo'yib, aqa-baqa qo'yishlar bilan bitta olamiz, chotka qilib. 10 etajli binolar. Ha, o'sha, bag'da sariqda hozir bu yerdan Evistaldan sekin ketamiz. Ha, ikkinchi etajda hozir borib olamiz. Siz o'zi qayerda soch olgizardingiz? Shu o'zimda. Ha, qancha soch olish ularda sizlarda? Men o'zim tanishim. Ha. Примерно 30-35 ming dollar. Endi undan ham qimmatlariga oladi, просто menga tanish bo'lgani uchun arzonroq. Ha. Tushunarli. Hozir boramiz bo'lmasa, cho'tka qilib sochingizni olib qo'yamiz-da. Ahmad aka. Bo'ldi, endi qolgani videoni ishxonada olib ketilaveradi. Biz model topdik. Yana o'sha holat har doimgi Ahmad akani ham ish chiqib qoldi. Yana odam oqtarib, odam kutib turibmiz. Ba'da yomg'ir ham tomchilayapti. Nima deymiz endi? Bularga ham endi zarani aytilmagani uchun shunaqa muammo bo'lyapti. Bizda eksperiment shunday ko'chada topib olish maqsad. Chunki необычный boshmi, yamami, shishkasi bormi? Farqi yo'q. Chiroyli qilib olishimiz kerak. Odam tanlab haligi uyushtirilgan bo'lmasligi kerak. O'shaning shunaqa. Endi prosta nima qilamiz? Odam oqtaramiz endi. Operator sekin odam oqtaramiz endi. Ahmad aka ham chopdi bizni. Mayli. O'chiravering, sekincha dam olaylik, настроением уже buzildi уже. Ovoz bormi, ovoz? O'rtoqlar, Evis'ta oldidamiz. Bugun ko'pchilik atkaz qildi. Yomg'ir havo borligigami bilmadim. Odam ham yo'q, kelmayapti. Birortasini topamiz endi. Bag'da ham hech kim yo'q. Kelsa ham yosh kattalar, sochi nimalar. O'yt ikkitasi kelyapti. Ona bolani kichkinaroq bola ekan, o'sha ham sho'p ko'ramiz. Vaqti bormi yo'qmi? Atkaz bo'lavergandan keyin shu ish kelmay qoladi, настроение yo'q. Yana bittasi o'sha qochib bordi, kamerani ko'rib. Bu ham qochyapti aka. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sizingiz 1 minut vaqtingiz bormi? Bor aka. Aka, barbermiz, 10 yillik staj bor. Moskvada o'rganib kelganmiz. Bu yerda barber shopimiz bor. Agar daveriya qilsangiz, vaqtingiz 1 soat vaqtingiz bo'lsa, sochingizni cho'tka qilib oladi. Уже o'sib qolibdi yonlari ko'rinib turibdi. Bo'ldi, aka, hozir gaplashsam Mayli, gaplashing. Hozir gaplashib olay deyishyapti. Qani gaplashib olsinchi. Yomg'ir havoda вообще hech kim, hamma kamerani ko'rib qochib ketyapti. Hozir endi bu ham gaplashib turib suravermasa bo'ldi endi hozir. O'yin qilib turib, aka ishim chiqib qoldi deb.
Aka bo'ldimi? Boraveramiz aka. Bo'ldi. Yana bir marta. Otingizmi? Alisher. Alisher, meniki Temur. Приятно. Yuravering, operator. Yuraverasiz. Qayerda olgizardingiz o'zi sochni aka? O'zi Lotusga ham borib turardim. Ha, Lotusda olgizardingiz, maytda. O'zimizda. Aha. Keyin u nimada sentrda bozorda oldida ham bor. Ha. Mana shu yerda ikkinchi etajdan. Qanchadan olgizarsiz tirishkalar? 50-55 ga yaqin. 50-55 olgizarsiz. Yaxshi rahmat, daveriya qildingiz. Yana bitta narsani aytib qo'yay, bir необычный narsa qilaylik. Masalan, bilib turibman, klassika qilib olgizgansiz, yonlarini shu yonga taraf. Chunki bu потоковый-da, bizda YouTube kanalimizda обучающий. Masalan, klientlar uchun video qilmaymiz. Nima uchun qilamiz? O'quvchilar uchun video qilamiz. O'shaning uchun o'quvchilar uchun bir необычный, foydali bo'lsin degan maqsadda qilyapmiz, xudo xolasa. Bu barberlikdan o'qituvchisiz, demak. Ha, barberlikdan o'qituvchiman. Shu oddiy ish qilgimiz yo'q, to'g'risi. Qana olgizardingiz yonlarini? Yonini oddiy teperfet qilib turib. Ha, teperni bilasiz. Teperfet. Kompyuterni bilasiz, значит deydi shunaqada. Bo'ldi. Agar yo'q demasangiz, teper emas, metlarni oqartiramiz. Ha? Fade qilamiz. Teper emas, fade qilamiz. Yonini ham xo'p desangiz, bir kreativniy narsa qilamiz, teksturni, xatichni bespорядка. Keyin siz aytganda qilib mayli tarab qo'yaman, silliq qilib, ha? Bo'laveradimi? Nima ish qilasiz aka? Sochi zo'r ekan. Biz o'zi o'qiymiz, hozir maqom maktabida o'qiymiz. Ha, siz muzikantsiz. Muzikant. Nimada yo'qmi, modellar yo'qmi o'ziga o'xshagan? Modellar bor. Tanishlar, bilishlar. Sizga bir aloqaga Nomeringizni olaman bo'lmasa aka. Chunki modeldan problema bo'lyapti-da, hamma keladi, bo'ldi aka, gap yo'q deydi, qochib ketishib qo'yapti. O'shanga bir ikkita tanishlar bo'lsa, biz baqa yuramiz, operator, siz baqa yuravering. Tanishlar bo'lsa, aytsangiz, xudo xolasa, nomerda olasiz. bo'ldi, nomerda soch topib olgandan keyin beraman, bo'lmasa yuraveramiz. Peshoxoddan o'tyapmiz. Operator, uzoqliklarimiz, distansiyani o'zingiz ko'rasiz, operator. Endi yangi operatorlar ham nima qilamiz endi? Shunaqa qilib qilamiz, gap yo'q. Zo'r. 1 soatcha vaqtingiz ketadi aka. Shu 1 soat. Bo'ldi, to'rlarga yaqin bo'shab. Bo'ldi, mana 3 bo'pti, как раз 1 soatda sizni qo'yib yuborishga harakat qilamiz. Operator bag'dan yuraverasiz. Bo'ldi. Siz bilasizmi nimani? Richmans klubni? Bizning hamkorimiz va Richmans klub barber shopi saloni hozir borib endi olamizda. Bo'ldi. Endi davomini o'sha yerda qilib ketamiz endi nimani, videoni davomini, chunki sizlarga уже не интересно, model topdik, borib olamiz. Davomi video o'sha yerdan ketaveradi. Operator o'chiraverasiz. Xullas, mana modelimizni to'g'ib keldik, endi hozirda boshini o'ylaylikchi. Sochni endi aytingchi, nima qilamiz? Teper deyapsizmi? Shuni niskiy qilaylik. Niskiy fade qilaylik. Yo'q, oqarmaydi. Nimaga desangiz, kanalimizda hamma teper bo'lib ketyapti-da. Kimga qo'ysak, kimni videoga olamiz desak, yoshlar hammasi teper qilaman deyapti. Chunki bitta nima bo'lmasin. Bo'ldi, siz aytmoqchi tarafda bo'laydi. Siz aytmoqchi, bo'pti, gap yo'q, tepasini uzunligini qoldiramiz. Shu sal endi baribir olishga to'g'ri keladi. Sal olaman. Orqasida siz aytgandek ob'yom chiroyli taralaydigan ob'yomini qilamiz. Yonini niskiy qilib teper qilamiz. Endi mana shunchacha bo'ladi-da, bir sredniy niskiy bo'ladi-da. O'sha rosa balandga ko'tarib bormayman, aytmoqchi, sredniy niskiy qilib olamiz. Probor, естественно, probora, yo'la без probor nima qilasiz, menda chiziqsiz. Yo'q, chiziq bo'lmay qo'yaveradi, lekin bag'i yonida pastda turaveradi. 5 chiziq. Qanday u? Просто bunday pastga bo'ladi. Proborsiz xullas. Просто pastga и cho'lkangiz bunday nabuk nazar bo'ladi. Men peshonani tengini og'iz olgan ekansiz-da. Bu yerda o'stirmayapsizmi? Yo'q, o'g'izadi. Olib tashlaymiz baribir. Endi o'stirish kerak, vaqt ko'p ketadi-da uni o'stirguncha. Bo'ldi, bo'lmasa Alisher. Hop, tepasini sal oldik. Orqasida siz aytmoqchi, shu makushkada уже само собой bu yerda makushkada qolish kerak ob'yom, chunki hammanikidaqa sizniki ham ploskiy. Bitta occipital kos bor. Ana shunday qilib ob'yom qoladi. Yo'llari niskiy bo'ladi. Bo'ldi. Kelishdik, dogovor siz bilan endi hozir qilamiz-da. Sizning ham boshingiz tuxum boshlagansiz, brat. Mana shu joylarda ozgina ob'yom qoldiramiz-da.
sochni o'zini o'sishiga, yo'nalishiga qarab razdelение qilaman. Razdeleniyasini qilamiz hozir. To'bi ishlash paytimizda birinchi qiladigan ishimiz yon qismlari уже qo'lga kirmaydi. Kalta bizda faqat nakapleniya qiladigan qismimiz shu orqa qism. Orqa qismini hozir boshlaymiz. Ko'rib turibsizlar, mana shu operator bilan oling. Ko'rib turibsizlar, mana shu yon qismi, betlari kaltada. Birinchi qiladigan ishim mana shu joydan razdelini ochib olaman. Tortaman mana o'zimga. Palets qilib turib, uzunligini ko'ryapsizlar. Kesishni boshladim. Chunki mana shu joygacha mashinkada ko'taraman. Mana sразу же объем chiqdi. Keyingisi liniyamiz yetmasa ham mayli, yetmasa ham tortamiz. Mana tortyapman, 1 santimetrcha chiqyapti hozir. Shu 1 santimetr olib tashlayman. Tarayapmiz, mana shu sразу taraldi, объеми bor. Endi keyingi seksiyamiz, 3-seksiyamiz menimcha uzunligi yetmasa kerak-da. Tortyapman mana o'sha juda ozgina. Ko'rdlaring, taraldi. Yon qismi kerak emas, chunki mashinkada olib tashlaymiz bu yerda. Yana bitta ko'rib qo'yay. Mana. O'sha soch taralyapti. O'ng tomonni bo'ldik, endi chap tomonni xuddi shunday qilib olamiz. Shu burchakdan ochaman. Sochni taradim pastga. O'zimga oldim. O'zim orientirini olganman, u tomonga o'xshatib. Shu mashinkani nasatkada ko'taradigan joyimgacha operatorga aytib olsangiz ham yaxshi. Ko'rinadi-da. Do oksipitальный кость. Oksipitальный кость menga ishkan ko'st. Shungacha olaman, chunki menga tepasida объем kerak. Дальше. Bam, keyingisi. Ozgina lishnis chiqyapti. Taralyapti. Следующийsi. Bitta ham почти yo'q desa ham bo'ladi. Просто o'zim uchun tekshirib qo'yapman. Endi buni qaysi texnika qanday olinadi, gradus qayerdan orientir bo'ladi, hammasi agar ularni aytib o'tirsam, to'g'risi vaqtim ko'p ketadi. Hammasini aytib o'tirsa vaqt ketadi и tushuntirishga ham, ishlab ham tushuntirib to'g'risi bo'lmaydi. Uni endi обученияларga o'qishga kelsalaring, xudo xolasa ko'rib chiqamiz. Ko'ryapsizlar, mana уже sразу taralyapti orqaga. Endi ko'ryapman, yon qismlariga ham ozgina объем kerak. Просто o'zim uchun fundament bo'lish uchun 1,5 santimetrdan olib tashlayapman. Chunki shetgacha ko'taraman, shu kontrol bo'ladi menda yon qismi. Orqasi orqaga tariladi. Bu tomonni ham ko'rsatamiz. Bu tomonni ham xuddi shunday orqaga tariladi.
Xullas, sochni orqa qismi orqaga shunaqasiga ikkitasi bir-biriga kirib taraladi. Shunaqasiga taraladi. Tepasi shunday o'ngga. Xohlang probor ochasiz, xohlang bez probor. Ko'rganlaringdek sochni birinchi orqa qismidan boshladim. Orqa qismida ob'yomini o'zimga yig'ib oldim. Kerakli ob'yomda olib qoldimda. Endi hozir tepasini kesamiz. Har doim men tepasini shu yonga taralaydigan side part strishkasi bo'lsa, tepadan gorizontalniy seksiya bilan ochaman. Masalan, bunaqasiga vertikal olmaymanda, gorizontalniy olaman. Mana shunaqasiga gorizontalniy seksiya bilan ishlayman. Ko'tardim. Endi ozgina deyishdi baq. Shuning uchun ham ozgina olyapman. Siz proborsiz dedingiz-a? Probor qilmaymiz yoki ili ochamizmi, естественно? Ochaveramiz hamda. Bo'ldi. Chizilib netilmaydi, просто естественно ochamiz-da. Ko'ryapsizlar, tepasini dan 1 sm olib, yon qismiga saydanit qilyapman. Keyingi seksiyamiz lishnisini sochda aralashib ketmasligi uchun kesilmagan soch oldiga tarab olyapman va kesilmagan sochni ko'tarib, bundan oldingi kesilgan sochga kontrol qilib kesib chiqyapman. Abetlangani ketdi, brat. Abetlanib kelaman deb ketdi. Har doim o'zim kontrolimni ko'rib turibman orqada. Kontrolimni ko'rib, o'sha kontrol bo'ylab iloji boricha bir xil razmerda kesishga harakat qilyapman. Işte bu aralashib ketmasin. Nima kechali sherigiz? Yo, u akani. Ha. U aka kelmadi. Siz Andijondanmidingiz? Ha. Qoldingizmi siz? Men borib keldim. O, Andijonga. Andijonga borib qaytib keldingizmi? Ha. Oh. Uyda yotib aytdim, bomdoddan keyin keldim. Sekin qarab surdingiz. Ukladka qilishdan oldin nima ishlatib yuboraman? Vosk pasta ishlatib yuboraman. Sababi sizlar любойni ishlatsalaring bilan Morgansmi, любойni. Sababi soch poslushniy bo'ladi. Taraganda tarchat bo'lib tikka turib bir narsa bo'lib qolmaydi. Shuning uchun ozgina olib sochni ho'lligida surkab yuboraman. Sochni iloji boricha hamma joyiga surkaveramiz. Ne hozir fade bo'ladi yoni. Tepasi обычный shu oddiy. Modelimiz taper fade dedi. Hamma taper qilib turgani uchun endi ko'ndirdik, niskiroq qilib, niski средний qilib fade qilamiz. Nasatka 4,5 nasatkada ishlayapman hozir. 4,5 nasatkada baland ko'tarmayapman. Endi средний niskiy bo'ladi-da. Endi o'rtacha o'rtachadan sal pastroq fade qilamiz. Bosib kelib shilib turib, ozgina yarim santimetr qolganda aylantirib yuborasiz. Mana 4,5 nasatkada olingan, shu 4,5 nasatkada olingan liniyadan 1,5 santimetr pastga to'xtataman ko'tarib. Bunday qilib o'zimga kista emas, buni ko'paytiraman, kista emas, voylet qilib irg'itib ishlayman. Ochiq. Oladimi, olmaydimi, ochiq pichoqda men bir qator o'taman. Ochiq bo'ldi. Yopyapman. Burchagimni iliyoqdan, iliyoqdan burchakchasidan uголком deydi. Faqat mana shu burchakni uгolda o'zida ishlayapman. Ko'rasizmi? Sal boshda boqing. Shu burchakdan ishlasa bo'laveradi. Конечно, shu burchakda ishlasangiz detallar bo'ladi-da.
tozalab ko'tarmaysiz. 1 soatda uspet qilaman smelar. 15 minut, 10 minut vaqtim qolib ketadi meni. Yana lishniy. Ha, просто shoshilsangiz, как будто tez bo'lganga o'xshaydi, lekin tez bo'lmaydi. Просто ishingiz barday bo'ladi. O'sha nima bo'ladi xolos. Kayf bo'lmaydi xolos. Men ham mana shunaqa shoshilmay olaveraman. Tем более ruslarning sochi svetli bo'ladi-ku. Вообще bicha kasagingiz ko'rinmaydi. Endi o'zimizgilarda olamiz. Ha, tем более ularda ham shoshilmaysiz, bularda tем более. Kristalni bemalol aylantirib ishlaysiz. Aylantirib ishlayman, ha, men yoqda aylantirib ishlardim. Chunki men aka kelib ketishim kerak-da, nasatkani almashtirib. Shunday buraman, mana shu turadi, hamma instrument. Men borib kelmayman. Shu yerda o'zida olaveraman. Almashtiraman, shu yerda o'zida almashtirib olaveraman-da. Umuman Rasxod qilmayman. Umuman rasxod qilaman. fikrimga ham kelmagan ekan. Rasxod qilmayman. Mana shunday qilaman, mana uni ko'taraman. Shunday qilib bilib yuboraman. Bizda ag'da mana splashnoy-ku. Splashnoy, hamma instrument mana shu yerda turadi. Shunday qilaman, bir joyni bunday qilib tushirib, aynada ko'rib, reglovkasini qilib, kontrolni qilaman-da. Shunday olib mana shu yerda chuk ishlayveraman. Ko'ryapsiz? Ha, mana ishlarda ham qarang bor. Ishlarda ham darabotkada ko'rib chiqamiz. Shu orqasini qilsam, mana qayerda televizor qo'yib qo'ysangiz, men uni bilmayman, bor ekan-ku. Bo'ldi. Shunday qilaman, masalan, boshda eg deyman. Egadi. Shunday qarab, men instrument, asbabangorlar ishlayveraman. Shunday buraman. Shunday qilaman. Buraman. Instrumentni olaman. Tuk ishlayveraman. Birinchidan bu klient. Bu boshda ortib yuboradi. Metod chut, aynada ko'rib turadi-da. Oxir rezultatni ko'rsin. Kelib o'tirdi. Oldingiz, cho'tki qilib oldingiz, rezultatni ko'rdi, lishniy gap bo'lmaydi. Agar постоянно o'zini ko'rib tursa, garang qiladi-da. Metodni olsak bo'lmaymi? Baqa qilsak bo'lmaymi? Bunday qilsak bo'lmaymi? U постоянно qarab, sizning fikr xayolingiz mana yerda ishda. Uniki aynada ko'rib turibdi-da, o'shancha постоянно sizni garang qiladi. Siz uni olasiz. Siz u aytgan joyda aytsa samasa u narsa bo'ladi. Просто bu klientlar shoshiladi-da. Shoshiladi. O'shaning uchun men aylantirib olaman. Birinchidan borib kelib instrumentlarga rasxod qilmayman. Ikkinchidan meni boshimda ortmaydi klient. Ko'rmaydi. Oxiri doni ko'radi, rezultatni ko'radi. Shu meni prinsipim nima? Shu. Endi sizni kreslo shunday turgani uchun просто shunaqa qilib olyapmiz. Bemalol. Master-klass bag'day master-klass ketyapti. Do'stlar, mana strishkamizni tugatdik. Niski taper fade bo'lish kerak edi. Taper fade bo'lish kerak edi. Biz niski fade qildik. Ukladka qildik. Ozgina, bir qiyin emas. Uyda o'z ukladka qilib olish uchun hozir operatorimiz polni ko'rsatadi. Alisher, nima deysiz? Qalay, sizga yoqdimi? Davolayapmisiz? Operator bitta ko'rsatib yuboring. Mana orqalarini ko'rishlari mumkin. Ob'yomini qildik. Boshni ko'tar.